islom dinini qabul qilmoqchiman. Assalomu alaykum insta olam go'zallarim. Men bitta xursandchiligimni sizlarga bo'lishim kelyapti. Qaranglar, 3 yil oldin Piterlik ayol qabulimga kelganlar, bir marta protsedura qilganmiz, muolaja qilganmiz va doimiy mijozimizga aylandilar. Har muolajaga kelganlarda islom dini haqida so'rardilar va men islom dini haqida gapirib berardim. So'ramasalar ham gapirib berardim va tushuncha har doim aytib borardim. Lekin men hech ham o'ylamagan edim, kunlardan bir kuni bu islom dini bularning qalblarini ochishini va kunlardan bir kuni islom dinini tushunib qabul qilishlarini kutmagan edim. Lekin eshitib juda xursand bo'ldim. Islom dinini qabul qilmoqchiman. Bu o'rganib chiqdim, polni izlanib chiqdim. Islom dini eng to'g'ri yo'l ekan. Men shu dinni qabul qilmoqchiman deb shunaqa zo'r xursand qildilar. Keyin shunda yana bitta narsa aytaman, qaranglar. O'rtog'im xonamga keldilar. Ro'molimni o'ratib qo'ydikda. Keyin shunda aytdiki, ro'molsiz ham islom dinini qabul qilib, butunlay amal qilib yursangiz ham bo'ladi, o'zingizni qiynamang degan maqsadda u dugonam gapirganda, Alloh shu narsani xohlagan ekan va bu musulmonlarga buyurgan ekan. Nimaga biza bosh tortishimiz kerak? Nimaga birini qilib, birini qilmasligimiz kerak? Men islom dinini hamma buyurgan amallarini, Alloh aytganlarini hammasini bajarib, men islom dinini qabul qilmoqchiman deydilar. Alloh qalb ochaman desa hech gap emas ekan, azizlarim. Bu xursandchiligimni sizlar bilan bo'lishmasam bo'lmasdi. Islom dinida yana bitta bizani birodarimiz ko'paydilar. Ilohim Alloh xayrli qilsin.